Assalomu alaykum, Termiz uy bozor arzonlashlar. Sizlarga kirib yashashga tayyor bo'lgan deyarli yevro remont bo'lgan uyimizni sotuvga chiqaramiz. Eng asosiysi narxi juda cho'ntab ko'p bo'lyapti. Videomizga hozirdan bitta like tugmachasini bosib, videomizni oxirigacha kuzating. Men hozir kattagina karda turibman. Umumiy maydoni 43 kvadratni tashkil qilgan 2 xonalik birinchi qavatdan uyimizning boshlang'ich to'lovi 105 million so'm deb baholandi. Yanada tepasida kelishadigan joylari mavjud. Kardorni kelishimiz bilan chap qo'limizda bizda mehmonxonasi, ko'rib turganingizdek, konditsioner, gilam, parda, xullas hamma narsa qilingan. Ikki taraf televizorlar qo'yilgan, hammasi qoladi aziz obunachilar. Tezda shoshilib qolamiz. 105 million boshlang'ich to'lov bilan bu juda qulay variant hisoblanadi. Kelishimizda chap qo'limizda bizda dushoboy bilan hojatxonasi birgalikda yarmicha kafillangan. Keling, spalna xonasini ham ko'rsating. Spalna xonasida ham spalna mebellar hammasi komplekt, yangi holatda turibdi. Ko'rib turganingiz aziz obunachilar. Barchasi aynan siz uchun qoladi. Kelishimizda, to'g'rimizda bizda oshxonasi kuxin mebellarigacha, xolodilniklarigacha qilingan, barchasi qoladi. Ko'rsating. Endi esa 105 million so'm boshlang'ich to'lov bilan oyiga 4 million 200 ming so'mdan o'zgarmas chiqadi aziz obunachilar. Hozirgi paytda bankda 290 million so'm kredit qolgan. Siz buni 20 yil grafik asosida berilgan, buni 2 yil to'langan, yana 18 yili bor. Aziz obunachilar, to'lab davom ettirib ketishingiz mumkin. Hujjatlar cheris notarius orqali bo'ladi. Qolgan batafsil ma'lumot olish uchun hoziroq pastda ko'rsatilgan raqamlarga bog'laning.